Alloma aytadi, ilm bu nurdir. Inson qalbi yovuzlikdan qanchalik tozalansa, ilm yanada mukammal bo'ladi va nur taratadi. Albatta, nur bu insonning yo'lini yorituvchi. Shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz lozimki, aynan yoshlarga bilim berish, ularni ilmli qilish asosida ularni to'g'ri yo'lga boshlash mumkin. Yana bir jihatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Zinhor menga nisbat berishlarini istab biror varaq yozmadim. Lekin eng qiynalgan onlarimda kitoblarim menga tasalli berar edi. Shu o'rinda e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugun prezidentimiz barchani kitobxonlikka, kitob o'qishga, kitob mutolaasiga yo'naltiryaptilar. Bu albatta bejiz emas. Chunki barcha narsaning kaliti bu kitobdir. Chunki kitob insonni yaxshilikka, yovuzlikdan qochishga, insonparvarlikka yo'naltiradi. Keling, yana Allomaning bir hikmati bilan o'rtoqlashsak. Nafs qalb va aqlga ustun kelsa, ularni fitna va balo tomonga buradi. Men yuqorida nafs tarbiyasiga urg'u berdim. Chunki Alloma o'z asarlarida nafsga alohida urg'u berib, nafs muolajasiga e'tiborini qaratadi. Agar insonni nafs insonni ustunlik qiladigan bo'lsa, hoya havaslarga berilsa, u o'z yo'lini yo'qotadi. U yomonliklar girdobiga qoladi. Chunki insonning barcha tana a'zolarining podshohi bu qalb hisoblanadi. O'shanda nafs ham qalbdan ustun kelsa, biz aytgan yomonliklar paydo bo'ladi. Shu sababdan inson avvalo o'z nafsini tarbiya qilmoqi lozim. Nafs tarbiya qilinsa, qalb podshohlik vazifasini bajarsa, unday insonni hech qanday yomon kuch, yomon yo'lga boshqarmaydi. Bu ziyoratgohga har kuni minglab odam tashrif buyuradi. E'tibor qaratadigan bo'lsak, agar ular bilan savol beradigan bo'lsak, qani nima maqsadda keldingiz? Maqsadingiz nima degan agar savol beradigan bo'lsak, ular shuncha bir yuqori kayfiyatda yoki ko'p maqsadlarni o'zlariga tugib keladi-da, lekin aslida uning ma'no, mazmun, mohiyatiga unchalik e'tibor bermaydi. Lekin biz yuqorida ta'kidlagan allomalar hikmatlariga agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, buning zamirida inson juda katta tarbiya maktabini olishi mumkin. Chunki hikmatlar shodasi bu allomaning kim ekanligi, qanday inson ekanligini namoyon qiladi. Biz ziyorat natijasida allomaning hikmatlarini o'rgansak, ularni tahlil qilsak, biz ziyorat qilish asosida allomaning hikmatli so'zlarini o'rganamiz. Natijada allomani yod etgan bo'lamiz.